Assalomu alaykum, qadrbaland qadrdonlarim, hurmatli kanalim muxlislari, sog'liklaringiz yaxshimi? Yaxshi yuribsizlarmi? Azizlarim, bugun inshaalloh osh, samarqandcha osh pishiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qozonimizga nazar solib, 3 cho'mich yog' solib olaman. Yarim cho'mich zig'ir yog'i. Yog'imiz bir changib qizib bo'lsin. Yog'imizni yaxshilab dog'lab oldim, changitib. Bismillahirrohmanirrohim. Yog'imiz yaxshi qizigandan keyin, changib qizigandan keyin gazni past qildim. Go'shtimiz birdaniga nima bo'lmasin deb. Mana qarang, shunda go'shtimiz chiroyli qovuriladi. Bir tarafi qizardi, ko'rdingizmi? Ana endi o'z gazimizni yana o'rtacha qilaman. Bidona solmoqchi edim. Menga aytishdilarki, bidona olib kelaman dedilar. Bidonali osh qilmoqchi edim. Bidonani beradigan odam nima qildi? Boshqa odamga va'da berib qo'ygan ekan. O'sha odamga va'dasini chiqish uchun o'sha kishiga beray, munsi hafta sizga beraman debdilar-da. Ha, bugun biz bidona qilamiz. Boriga baraka. Bir dona katta piyozni to'g'rab oldim. Go'shtimizni ham ko'ryapsizmi, qanday chiroyli qilib qovurib oldim. Go'shtimizni ana endi hozir bunga tuz solaman. Nima deganda go'shtimiz tuzlanmagan edi. Go'shtim o'ziga tuz yeb qovurilsa zo'r bo'ladi-da. Tuzini solamiz. Men bu orada sabzi ham to'g'rayapman. Gazimiz o'rta holda. Piyozimiz tillo rangi kirguncha qovurilsin. Sabzini to'g'rab oldim. Sariq sabzi 1,5 kilodan sal ziyod, bir dona qizil sabzi qo'shdim. Ana endi ozroq sabzi solib qovuramiz yana. Hidlari bilan zo'r chiqyapti mana. Keyin bilasizmi nima qilib qo'ydim? Bexi tozaladim. Nuhat evitilgan. Mana. Evitilgan nuhat. Keyin kishmishni albatta yaxshilab chayib, mana buni issiq suv evitib qo'ysangiz yaxshi. Ichidagi ana bu chang-panglar hammasi o'ladi. Hozir bozorda menga mana bunaqa ziravorlar olib keldilar. Osh uchun mana. Osh uchun ekan. Buni ichida kurkumasi borligi uchun buni qo'shmayman. Nimadir menga yoqmadi. Har xil ziravorlar. Keyin qaranglar azizlarim. Qanaqa chiroyli choy olib kelganlar. Mashallah, buni qarang, ichida hamma narsasi bor, quritilgan. Oldin jasmin, miyatalik bo'laydi-ku. Buni ichida chibrets, kiguti, hamma narsa bor-da, buni qarang. Nimasini ustiga mana buni deb yozilgan. Fruktoviy choy deb. Bir havas qildim shu choyga. Uni ham damlab ichib ko'ramiz. Bu o'zi yana bir qovurilsin, 5 minutda qovurilsin sabzi bilan. Keyin nimani qo'shaman? Sabzini qolganini qo'shaman.
Tuzi yaxshi. Ana endi sabzini qolgan qismini qo'shamiz. Erkakchasiga osh, erkakchasiga. Erkaklar yaxshi ko'radigan osh bo'ladi. Inshaalloh. Buni hidlaridan bilinib turibdi-da, qanaqa osh bo'lishi. Ana endi bizlar chesnok qo'yamiz. O'rtasini sal ochamiz. Chesnogim katta. Mana shunday qilib chesnogini qo'yamiz. Keyin mana bunaqa behilarni ham qo'yamiz. Oshmisan osh bo'ladi. Ana endi boyagi kishmishni suvini to'kib oling. Kishmish. Shtativ ishlamaganim yomon bo'libdi-da, shu shtativ ishlaganda edi, nur ustiga alo nur bo'laydi. Ana endi tuz. Tabga ko'ra tuz yaxshilarim. Birdaniga tuzni ko'p qo'shib yubormaysizlar. Nima deganda, go'shtimiz tuzlangan. Tuz sepamiz. Ana endi qora murch. Qora murch ham solib oldim. Evitilgan no'xatni ham qo'shib yuboramiz. Evitilgan no'xat. Hozir choynigida menda nima bor? Suv, qaynatilgan suv. Navot bo'lsa edi, bir bo'lakcha navot qo'shsangiz ham nur ustiga alo nur bo'laydi-da. Navot, shu navot yo'qligi chakkilik qilibdi. Qaynatilgan obdish. Ana qanday qildim? Hozir qaynab chiqsin. Qaynab chiqqandan keyin tuzini ko'ramiz. Gazni baland qildim, yaxshilarim. Gazni baland qildim. Ana endi qaynab chiqdi. Gazni pasaytiraman. Mana. Gazni pasaytiramiz va krishkasini qo'yaman. Mashallah, zo'r bo'ladi inshaalloh. Bu zirvak. Zirvakni biz mana shunaqa chiroyli qilib tayyorladim. Yaxshilarim, zirani so'mabman-ki zirani. Endi zirani qo'shib yuboramiz. Stolni yig'ishtirsam zira turibdi. Nima so'madim deyman. Zirani ham ezib solib yuboramiz. Bizra osh bo'ladimi? Aytinglarchi mana. Hali opa zira somadliz deb aytaydiz menga. Ana zirani ham sovordim. Kalla. Oradan bir 15 daqiqadek vaqt o'tdi. Tuzini ko'ramiz. Tuzi qanday? Tuzini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim deb. Ajoyib. Yo'q, salligina yana qo'shaman. Sal tuz qo'shamiz. Hurmatli kanalim muxlislari va obunachilari, bu yerda 1,5 kilo guruch edi, lekin 1,5 kilo guruchda mana 1 piyolasini olib qo'ydim. 1 piyolasi ertaga kerak bo'ladi. Mana shu 1,5 kilo guruchni 1 piyolasini olgan bo'lsam, shu 150 grammni olgan durdaman. Ana endi buni yaxshilab yuvdim. Sovuq suvda tuz solamiz, 2 osh qoshiq tuz va qaynab turgan, shaqqillab turgan obdishni solamiz ustidan. Bitta aralashtirib ustini krishka bilan yopib qo'yamiz.
Mayda ustini krishka bilan yopib qo'yamiz. Bu orada turshlarni cho'rkadan o'tkaraman. Salatchalar tayyorlab qo'yaman bu orada. Yaxshilarim, qarib oradan 1 soat vaqt o'tdi. Yo'q, adashdim. Yaxshilarim, qarib 1 soat bo'ladi. Zirvagimiz men gazni past qildim. Zirvagimiz o'sha tayyor. Past qilganim 5-6 minut oldin past qildim. Suvni tortib, mana ko'ryapsizmi? Mana. Ana endi bemalol guruchini solsak bo'ladi. Faqat bilasizmi nima qilaman? Mana bu behilarini sal mana bu yoqqa yaqinroq qo'yaman. Behilari pishgan o'sha. Mashallah. Mana shuni qilib qo'yaylik. Hay, turaversin, ha. Tuzlari joyida. Hidlari zo'r chiqyapti. Ana endi guruchini suvini to'kib oldim. Guruchini solamiz. Mana. Guruchimizni qarang. Guruchini solamiz. Sal o'zi 1 minut. Mana shu behilarini sal nima qilaydi? To'ylarda shunday qilib guruchni soladi-ku kaskir bilan. Mana shunaqa qilishga havasim ketadi. Yo'yib soladi. Bizga kerak bo'ladi qaynagan obdish, sovuq suv solmaymiz. Hozir mana shu guruchni suvini ham to'kib olib, buni ham solib o'raman. Guruchimizdan tuz soldik, tuz solmaymiz. Guruchimiz mazza qilib o'ziga tuzi yaxshi olgan. 2 osh qoshiq tuz soldim. Hozir ko'ramiz-da. Bir dona ziyod guruch o'g'il qilmaymiz, bir donasini ham. Hammasini solib o'ramiz. Nima? Ana endi qaynab turgan suvim mana. Qaynab turibdi suvim. Suvini ko'p solib o'rmaymiz. Nima deganda guruchimiz evitilgan. Gazni sal baland qilaydi. Sezgan bo'lsangiz, gaz baland bo'lsa ham nimasi yo'q, kuchi yo'q. Sezdingizmi sizlar? Yetadi. Gazimiz baland, ana endi suvini tortsin. Hamma joylar guruchlarini bir xil qilib qo'ying. Mana shunday qilib. Mana bu chesnokni nimasi? Nima deb o'dib hayron qolibman o'zim ham qo'yna. Gazni baland qildim. Mana, yana baland qildim. Keyin mana shu yangi o'g'il bolami osh pishiradimi, qiz bolami juda ham ahamiyat beramiz. Mana shunaqa payti tuzini albatta ko'rasiz. Mana shu qaynab turgan joyidan. Tuzi yaxshi. Ana endi qarang, mana bu taraf qaynobdi, bu taraf qaynobdi. Bu ikkala taraf qaynamobdi. Sus qaynobdi. Harakat qilamiz, qozonni mana bunday qilib aylantiramiz. Nima deganda bu taraf ham qaynashi kerak. Shunda guruchlarimiz bir xil maromiga yetib pishadi. Ko'ryapsizmi? Ana endi o'zi qoshiq bilan
Tez suvini tortish uchun. Hali suvi bor mana. Yana 2-3 daqiqa. Ranglariga baho beramiz, ranglariga. Qarang, qanday ranglari chiroyli. Ana endi gazni sal pasaytiramiz. Gazni pasaytirdim. Qopqog'ini qo'yamiz. Oshimiz damga ketdi. Bu orada tez salatlarni qilib taylaymiz. Bir xabar olamiz. Yaxshilarim, bu 3-chi marta dam. Yaxshilarim, bu 3-chi marta dami. Ana endi mana nima qilamiz? Pergament. Guruchlarimiz o'ynab pishdi o'zi ham. Mana 5-6 minut oshimiz tayyor. Chiroyli qilib saloni asabchilari to'g'radim. Ko'p demaysizlar. Ko'chada erkaklar o'tiribdi, qo'shni erkaklar. Bolalar bor, hammaga bir tavoqcha beraman-da. Navbat oshimizga keldi. Mana shunday qilganim yaxshida, buni qarang qancha suv parlanib ichiga solgan. Endi bu pergamentni taylab olmaymiz. Olib qo'ysak kerak bo'ladi. Hech olib pishirganimizda. Hozir bismillahirrohmanirrohim deb oshni suzib olaman ana endi. Buni qarang, guruchlari qanday o'ynab pishdi o'zi ham. Mana, mashallah.
Naxutlari shunaqa mazali bo'lib pishgan, naxutlari. Bomba bo'lib pishgan. Oshlari bizni chiroyli qilib suzib oldi. Buni hozir erkaklarga jo'nataman. Bu onajonimga ham chiroyli qilib suzib oldim. Bunisi bizga, bunisi bolajonlarga, bu bittasini olib bordi qizimga. Mana bu yerda mana shuncha oshimiz ziyodlik qildi. Hammaga yoqimli ishtaha tilayman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar. Kelinglar osh yegani.